Bol demisi, hazır başlayımız demisi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Muhammedun huve ibnu Maliki. Ehmedur Rabbillahi hayre maliki. Musalliyen ala nebiyyil Mustafa ve alihil mustakmiline şurafa. Şerafa. Ve esta'inullah fi elfiyye. Mekasidun nehvi biha mehviyye. Tukarribul aksa bi lafzin mucezi. Ve tefsutul bezze bi va'din muncezi. Ve taktadi rizan bi gayri suhtin. Faikate elfiyetebni mu'ti. Faikaten elfiyetebni mu'ti. Ve huve bi sebkin haizun tefzila. Mustavcibun senaiyel cemila. Vallahu yakdi bi hibatin vafire. Li ve lehu fi derecatil ahire. Bismillahirrahmanirrahim. Dedi Muhammed. O Muhammed olsa Malik'ninki oğlu idi. Ne mi dedi? Hem de etmen benim Rabbim ki Allah idi. Benim Rabbim boğan Allah'a hem de etmen ki o Allah Malik'ninki yaxşısı idi. Yani Malik'ninki en yaxşısı olan zat kim o? Allah. Ben bunu ne kılmam? Ben bunu hem de çok etmem. Dep mene İbn Malik yani Muhammed diye Adem'deki üzücü muştakçı dedi deydemdi. Enmeye de bu hayra malikin ama logatının manisini hazır deyim. Mene durut yolluğan halette peygamberliği ki tallanıqçıydı ol peygamber. Ve şu peygamberliği alığı ki kamil kılıcı idi ola nemini şerafetni. Şerefe dep okusak uçanın üzüde şerefe degen mustakmilinin mef'ul oludu. Yani kamil mükemmel tuluqqan idi o alıla nemini şerafetni. Yani uluqni. Nemi o şerafet? Dinni. Ne degen gep. Şurafa dep ma'nesak uçanın üzüde mustakmilininki sifti oludu. Yani o Peygamber sallallahu alığa durt yolgan aletten Allah'a emd etmek ki kamil mükemmel kılıcı idi, ula şerple idi, ulu kattıla idi degan ma'nida. Ve yardım talep kılman Allah'ın elpiye hakkıda. Asıl pi elpiyetin degan gap. Elpiyani nima qilish yiz jihatda, yani ta'rif qilish jihatda Allah'dan men nima qilaman? Yardım talep kılman. Maqasidun nahvi biha mahviyetun. Mahviyeh deb o'qiymiz qafiyning jihatidan. Mahviyetun degan gap. Nahviniki maksatları şu elpiyede biha degandiki bininki zimiri elpiye yanıdı. Bi degan nima o pi ma'nisida. Mana nahviniki maksatları şu elpiye degan aş kitapta jug'lanuvchidir. Mahviyetun degan hava yahvi havoyatan degani jug'lidi jam'a ma'nisida jug'lanuvchidir. Yaqin qiladi bu elpiye el-aksani yani jirak manini bir lafzin mucazin. Bir lafzi bilen ki kıskartılgan idi o lafz. Yani lafzi kıska, manisi cık olan müşündak lafzi bilen en jiraktaki manini o yani aşın nemi kılıdı ma elpiye kıskadıdı. Yani yakın kılıdı o kovçuğa. Ve yaydı bu elpiye bezilini yani bir işini bir vədəgi ki derhal icra kılınışqa icra kılınğan nemi idi? Vədi idi. Mucazıga derhal kıldığan degen gep. Yani kıska vədi degen gep. Yani berdi bu elpiye bezilini yani tirişini neticesini bir vədi bilen ki naidi nemi idi? Kısk idi. Kıskı vədi bilen men nəhvini bilsem bol dediysen bu elpiyenin üzü o adamniki nemisi berdi vədisi yani gayesi yetkizidi berdi degan gap. Endi tafsutu degan gapning o'zi yaydi, bas deydigan, bisat deydigan, to'piga yaydigan narsaniki tahdiyadigan o'zini bu. Bazil degan nima qilish, berish degan gap. Munjaz, anjaza, yunjiz, injaz degan gap darhol bu odam qildi degan gap. Va taqdadi mena taqazzo qiladi bu alpiya rizoni.
Tahtazının tahtiki zimir payil elpiye yanıdı. Koyma ayeti demedi onun. Rizalıqni taqazza qılıdı. Nim bilen bi gayri suhtin. Gazap keltümesin, açığı keltümesin. Mene rizalıqni nim qıldı, talep qılıdı. Hemmeden qoşulup açığı kema muncha ola ömrüm ütüp gitipdi ya, bir narsa bilmepdi men nima qıldım demek. Hemmeden vay ubdan bo'lib ketdi. Acayip yaxshi kitap ken deb qılıdı degan gap. Paikaten elpiyetebni moti. Mene paikaten degan nima? Paikaten degan hal. Yani üstün boğan halette paka yapuku fevk degan üstün bol degan gap. Üstün boğan halette bu elpiye İbn Moti degan adamninki elpisiga üstün boğan halette. O vaning zimiri İbn Motiga yanıdı. Bu İbn Moti olsa sabaqat qilish bilan sabaqat nima qildi? Sabaqat degan mendan ilgari o'tish bilan. Mendan ilgari o'tish bilan jo'g'ilg'uchidir. Haizun degan jo'g'ilg'uchidir. Nimani? Tabzilni, ya'ni ortiqchilikni. Yani icab qiluvchidir. Bu İbn Moti mustavjibining tahtiga zimir fa'il ism maf'ulning nimani sanoyi degan uniki maf'ul bo'ladi. Meniki maqtishimniki güzel maqtishimni bu adam ijobatchi qiluvchidir deydi endi. Alloh taolo meni yaqzi bihibatin vafira. Meni Alloh taolo berdi Allah bir hibat bir soğuniki nayt kamil idi. Yani cık idi. Mana ve onuğa berdi derajatninki ahiretninki dereceleri çok berdi. Yani besun. Bu şeklindeki özü cümle haberi olsun mu? Mənsi neymi o? İnşa. Yani emir mənsi. Bəsəy Allah deyip nem qalın mənsidə dua qalın için mənsidə. Bununki tercümesi mine muşendi. Bunuğa şu biz hem de kitap okuğa vakti özü de biz hem de men Allah Taala'nın rahmeti bilen men Elpiye dep atıldığan bir kitap nazil muqaddimiz başlavatımız. Bu kitapdaki asli men bu ismi nime Halasa deydiğin kitapken. Halasatu dep isim koyupken bu adam. Endi bu adamınki asli koygan ismi bu kitapka Halasa dep isim koygan. Halk otursa kin andaki bunu nemi dep nam ağan bunu Elpiye depço nam ağan. Şu elpiye halasını çık adam bilmeydi. Yani uqa adam, tinşa adam bilmese bilmeydi. Asli bu kitapın özü halasa bulup bu halasa degen neme gap? Halasa degen nahvi ve sarf kaydasındaki özünü umumiyüzü holasalap joğlangan hemmini çok joğunu pakizlip meni aşağı holasalap aşağı ekkergen neme bu kitap degen gap. Holasa degen gap. Halasatun degen gap. Endi bunu şu halasadan ibaret olan nehvi bilen sarf bilen nehvinin kaydısının mena İbn Malik rahmetullah aleyh mena Elpiye dep atılışı çünkü bu beytin özü bu Elpiye diyen kitapta 1004 mu beytken. Şu 1004 mu beytin içine sığdırıptı. Bütün sarfının bütün nehvininki kaydılarınki hemmisini çok küçük meşhur emas şaz ve am yani hem hak bölüğen meşhur kaydının hemminin bunun içine mıkılan joğulgan. Bu 1000 beytki joğulaptı. Şu itibarla andaki yüzü musannif bu kitapta. Bu kitabın ismini dedim Elpiye depço nam aldı. Halk otursa andaki Elpiyat İbn Malik'in Elpisi ve kaza dep namço ilah. Bu kitaptaki esnime onun halası. Biz hem de bu kitabın okuatımız Allah Teala'nın rahmetiyle her kandak okuğa vakti özü de okuçu kişinin özü bir qancha maqsad var. O'qishdan burun bir kitobni ya bir fanni o'qishdan burun o'qishga tegishli bo'lgan. Oldi bilan shuni o'qib o'tish kerak. Shuni bilish kerak. Yo'qki shamalda kim ma'no o'qiyotganini emas, zodi kallasida oldi bilan buni bekitish kerak. Chunki innamal a'malu binniyat deb Payg'ambar yedisida bo'lgan ekan, har ish amaldan burun niyat bo'ladi. Niyat muqaddam. Mesela dünya işlediğimiz şu. Unda olan ekan kitap o'qishdan burun jazman ko'nglimizda bir san bo'lishi kerak. Bu san nima? Men nimani o'qiyman? Buni bilish kerak. Buni bilmay turib, "Ma kitap o'qidan kel" deb o'qisak bo'lmaydi. Oldi bilan kallamizda o'qimoqchi bo'lgan shu mazmunni va temini aniq bilish kerak. Ya sarfmi? Masalan, yoki lug'atmi? Yoki nahvimi? Ya balog'atga oid ilmmi? Ya ko'maydi mantiqmi, ya hadismi, ya usul hadismi, usul tafsirmi, usul fiqhmi deganlar
Mana ulumul arabiyya deydi, mantiqdan boshqani. Mushu ulumul arabiyyadan iborat bo'lgan mushu fanni qaysini o'qiyman? Nimish o'qiyman? Bu g'oyani bilish kerak bu o'qishda. Chunki bizda o'qishda bo'lgan maqsad men ma'ni qilish orqali bir qancha yil umrimni sarf qilib, men falon g'oya yetmoqchi degan g'oyani aniq bilish kerak. G'oya emas, jiring bilish kerak. Buni ular anlik buni bilish kerak. Buni bilib bo'lgandan keyin bunida olgan foyda nima? Buni bilish kerak. Men buni o'qib bir ziyon tot, jafo tot, buni o'qish menga nima foyda olib keladi? Buni o'qib, buni bilish kerak. To'rtinchisi, anıdaki biz okumakçı olan şu bir tema yoki mazmun yani fen olgan bo'lsa, bu fen nemi? Bunu bilishimiz kerak. Mesela sarf degan nemi? Nahvi degan nemi? Balog'at ilmi degan nemi? Usul fiqh degan nemi? Fiqh degan hadis degan nemi? Usul degan buni hech bo'lmaganda buni aniq bir shakl qolimiz yeringida buni bilishimiz çok kerak. Uningdeki biz endi paladi fanni o'qimoqchi bo'lgan vaqtning o'zida mana 6-si 5-si Onudayken qaysi kitapni o'qishimiz kerak. O'qigan vaqtimizda bizning saviyasini o'zimizni bilishimiz kerak. Qaysi saviyaga keldim? Ya ibtidoiymi yoki saviyam uni sal 2-chi yo 3-chi anda bir saviyadami? Buni qarta andagi qaysi kitapni o'qishim kerak. Buni bilishimiz uchun bu muhim. Onudayken bu kitapni o'qidikmi? O'qigandan keyin biz endi bir kitapni tanlamoqchi ya sarfni yoki nahvi yoki balog'atni, undaki shuni ichidagi qaysi kitapni o'qishimiz kerak. Uning uchun bu kitapniki o'zini o'qishimiz uchun bu kitapni yozgan odam kim? Qaysi davrda o'tgan? Bu odamning saviyasi qandoq? Men buni bilishimiz kerak. Unidagi bu odamniki o'zi shu o'qimoqchi bo'lgan kitapniki o'zini va kitobga bismillah alhamdulillah bakal deb o'qishga bo'lmaydi. Bu kitapni yozgan odamning e'tiqodi va axloqi qandoq? Hiç bomba deganda buni surishtirib, bundaq nima qilib, buni izlab yurib, buni o'qishimiz kerak. Chunki har qanday vaqtning o'zida bo'libmi, o'quvchi bolaning o'zi, o'qigan ustoz va o'qigan kitobniki o'zi, bu o'qigan bolaning o'ziga jazman ta'sir qiladi. Buniki axloqiga, buniki muomalasiga va ibodat va boshqa ishga mushu kitob va ustozniki o'zi bak ta'sir qiladi. Menda do'ran yoki menda qil demisimi? Çünkü qandoq nima uchun? Chunki biz yeyotgan yemekniki o'zi bizning badanimizning ichiga kirib, bütün bedellerin hammasiga ta'sir qilib, ashta ma'nus harakat qilganda, bizniki bu ilmdan iborat bo'lgan bu ma'naviy uzuqniki o'zi bizning qulog'imizning kirgan vaqtimizda ruhimizga kirdi. Ruhi kirgandiki bu ilmning o'zi, yani ustozning og'zidan kirdi, ustozning og'riga kirgandan keyin, unidan kitobdan kirdi. Yani şu kitap, şu ustozning o'zi, ya'ni rasmiy tarafga loyiq bo'lgan, endi yüz bo'lmaydigan, shuningdek loyiq bo'lgan ani ustoz degan kim? Kim yozgan bu kitobni? Qanday odam yozgan? Bu xalq o'tirisi maqbulmi emasmi deganidek mushunga diqqat qilib andik o'qishimiz kerak. Nima uchun? Chunki bizniki diniy ilmning o'zi, dunyoviy ilmga o'xshagan, fanga o'xshaydigan, ya'ni hunar ilmiga o'xshaydigan ilmchi emas. Kimdan evalsa, evapla o'qiydigan emas. Bizdeki dinimizdeki bir tarafi ma'naviy nima var, bu yerda uzuq var. Şu ma'naviy uzuqniki o'zi jazman ruhiy dunyosi pokiz bo'lishi kerak. Buni ular anadakin taqvo bo'lishi kerak, buni bir qancha talab qilinadigan axloq bo'lishi kerak. Bunda bo'lgan vaqtdagi o'zida anadakin o'quvchi bolalarning o'zi andagi shu o'qitgan ustoz va o'qigan kitobga nisbatan shunday odam bo'ladi. Shunday odam bo'lib chiqadi. Bu amaliyotda nima u? Haq. Nimishqa? Biz hozir ko'ryapmiz. Kimde, qaysi adamda, qaysi davlatdan, nerede o'qiyotgan bolalar bilan her bir davlat, her bir ustanik biz o'xshamaydi. O'xshamaydi bu aniq. Onun uchun şuna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem din degan nima? Amonat. Unda o'g'aniga dindan kimdan og'adligini nima qilganligini diqqat qilinglar degan nima yedisi var. Şu yedisiga biz nima qilishimiz kerak? Amalchi qilishimiz kerak. Buning uchun o'qigan kitobning o'zi mushtaq bo'lgandan boshqa, unidan boshqa hozir kitoblar bak yig'ib ketdi, hozir dunyo rasmiy ichilib, payg'ambar alayhisolatu vasallam zamoni payg'ambar degandek, oxirgi zaman bo'lgan vaqtda ilm ichilib ketdi, kengib ketdi degan o'zicha shu. Ammo diniy ilmni qildi payg'ambar ozlab ketdi, jahil davri, jahillik avj oldi deganda hozir davricha shu meni. Undan keyin biz mana
Şu 7-8 türlük yoki 10 atrofidagi narsaga rasmiy uni bilib, tushunib, anadikin ilmni şu rasmiy kitobni boshlaymiz deb boshlasak, u chog'imizda andigiza rasmiy. Ma g'uva bo'lib qolsa, mundaq mekanda u shu g'uva bo'lib qolganimiz hech qanday odam ilm ilgari kelay olmaydi. Bilgan odamning o'zi texim o'qis keladi, bilmagan odamcha 2 kun, 3 kun o'qib zerikib, uyqusi kelib anadikin uni qiziqmaydi. Buni o'qishga maqsad nima qilish? Bilish. Bilish bilan birlikda o'zimiz amal qilib, andiki bu diniy ilm bo'lgandan keyin uni andiki xalqlarga nima qilish? Buni mana risolat, omonat bo'lgandan buni yetkazish. Uning uchun bo'lib biz diniy shunday kitoblar mush ilmdan o'qigan vaqtimizda men mush narsaga baknim qilishimiz kerak, diqqatli qilishimiz kerak. Endi unda bo'lgandan keyin biz endi sarf ilmi bilan nahviy ilmdan iborat bo'lgan bu ilmni nima qilmoqchi, o'qimoqchi. Bunuga asosan nima qilyapmiz hozir? Mashhad o'qiyman deb turyapmiz. Endi xo'sh, sarf ilm degan nima? Buni burun o'qib zot buni ma'lum jihatda bildik. Uningdagi nahviy ilm degan nima? Bu ikkisi ayrım bir fan. Yani burungi davrning o'zida sarf bilan nahvning har ikkisi o'xshash deb fan qarab, keyingi davrni og'rigan buni bilishimiz kerak. Endi sarf degan nima? Sarfning lug'at ma'nosi, istiloh ma'nosi buni ma'lum deb bildik. Sarf degan ilm, sarful ilmi degan hammamizga ma'lum arab millatiniki o'zi 28 harfdan tarkib topgan bir so'z og'izdan chiqadi. Bu so'zniki o'zi nima deymiz? Mana buni kalima deymiz. Şutoqam 28 harf bo'lgandan keyin buni tarkib topgan 3 harf bo'ladi eng az. 3 harfni tarkib topadi, anadagi bu arab tilida bir kalima vujudi chiqadi. Kalima vujudi chiqqandan keyin buniki lug'at ma'nosini, o nimani bildiruvchi lug'at ilmi deymiz. Ammo uniki kalima bo'lish, har bir so'zlik bo'lish e'tiboridan bu 3 harfmi, 4 harfmi, harf illat bormi, yo'qmi, daqismi, lafmi, multavimi, tushib ketdimi, qalb qildimi, yo'tkidikmi degan ash kalimaniki ichidagi harflarniki o'zini o'zi yo'tkilib ketganlik. Buni tadqiq qilgan fanniki o'zi nima? Buni sarf ilmi deymiz. Endi bizniki Uyg'ur tilida nima dedi? Buniki o'zini morfologiya deganni nahviy deydi ekan. Endi yeni bu yıllık bizdeki Uygur tilida bu yerda tayyor bir o'zimizdagi asosan bir til bo'lmagan ekan, hozir ham yangi tilda bir ijod qilib rus tili, ingliz tili akirib tayyor sarf ilm deb ilm tutsa bu yerda gap tutsa buni qabul qilmay hozirgi nemamizda mushu darsi tarjima qilib ashta qilyotdi. Bu to'g'ri emas meningcha. Çünkü sarf ilmi degani eğer bizning Uyg'ur tili bo'lmagan bo'lsa, ashuni ishlataversak bo'ladi ya. Uni apirib, rusning tilini akirib, mundaq deb sitasab, bibine akirib tilimiz kelmaydigan. Unidagi inglizini yoki fransuzini kelib akirib mundaq qilishga hojat yo'q. Bu kafirniki dilining o'zini. Biz bu sarf ilm deyaversak bo'ladi. Nahviy ilm deyaversak, uni morfologiya ilmi deb, bu nima ilmdi deb, uni bir nim qilib bo'g'cha. Morfologiya degan gap morfologiya demda yiliq nahviy gramatika. Gramatika, morfologiya sarf Gramatika ilmi deb uni alohida kirgizib, bizning gramatika desa ma'qul uni o'zimizning tili bu zodi. Buni u to'g'ri bo'ladi. Unda buni bildik. Hozirgi biz nahviy bilan sarf ilmidan iborat bo'lgan buni bilmoqchi. Bu kitobniki o'zi shuni uchun nima qiladi ekan, shuni deydi ekan. Biz shunga bu kitobni tanlab hozir o'qib turibmiz. Unda avvaldan bu kitob nima? Meni kitobni necha kunda tayyor qildik. Hozir bu kitobni kim yozgan? Meni bu kitobni yozgan odamniki o'zi, meni oyatda dedik, bu kitobning asli ismi Xalosa. ismi kenadikin o'zi alfiya deb matnning ichida bo'lganligi uchun shu alfiyada mashhur bo'lib ketdi deb. Unda bo'lgandan bu odam kim? Bu odam o'zi deyishcha, meni musannifniki, muallifniki ismi Muhammad ekan. Dedi Muhammad deydi, men dedim demayapti. Dedi Muhammad. Bu Muhammad kim? İbn Malik ekan. Atsının ismi Malik. Şuna bir adamni tanış uchun o'zining ismi va atsının ismi bo'lishi kerak. Yoki atsının ismi olmasa uçağdan o'zida Muhammad ismini daytijik. Unda bo'ladi bu nima muhim. Shu e'tiborda bu yerda Malikniki o'g'li Muhammad ekan. Bu adam qachon tug'ilgan? Ya'ni qachon tug'ilgan degani, ya'ni nada qachon tug'ilgan? Ya'ni tarixiy hijriyniki 599-yili yoki 600-yili tug'ilib, bu adamning o'zi tarixiy hijriyniki 675-yilmi ömür ko'rib, bu adam 77 yaş etrafında vafot oldu. Bu adamning tug'ilgan joyi biz hozir tunish bo'lgan İspaniyaniki, burun Endelis'te Müslümanların yeriydi bu.
Bulardan keyin Hristiyanlar birleşip o yani hem Müslümanlarını yok kılıp onun isminin üzerine İspan dep atab, hadi Müslümanın izi kalmay, hadi bunun sebatkan mescitleri var hem de. Bu canın üzü Müslüman, o yer 3-4 yıl halafet aşağıda ne kılgan sürgen. Benim şu yerde ne kılgan adam bu, tuğulgan adam, şialik. Asli nesep cihette bunu adamniki, nesep cihette sürüşkan vaktinizde Tay, beni Tay kabilesinden gelmiş Arap yerim arlınınki. Bu adam Tay kabilesinden gel ama tuğulgan Yusuf, yitligen cayı aşı nemiken, Endelis yani İspanya. Bu adam kin anındaki o yerden icraat kılıp Şam'a, Şam adı Dimeşk gittiken. O adamniki şu ilim okutup yeyip, bu yerde petva verip, ayet ders verip, kitap yazıp kay yerinin yüzü vapat oğan yeri hazır Dimeşk. Dimeşk'ındaki üzü şunke bu adam kabirsi aşağıdayken. Benim muş adamın nemisi o kitibi. Benim muş adam bu ilmi cihetindeki üzüde pevkul ad yukarı bulup mu ilim, nehvi ve serp, logat ilmi cihette, unumul arabiyi cihette en çok dağık çıkargan meşhur bir adam ki o vaktin üzerinde cık kişiler şöyle ders verip kalan adam. Anda o vaktin hazır bu kitabın yazığı 800 yıl etrafı tuttu. 800 yıl yakı demek bizde köyümüzdeki kipto. Bu kitabın hemisi demeyken, makbulken hem paydalıkken. Biz şu an nehvi ilminin işidim ha kitap tallap okuduk. Çünkü 800 yıl yakı okutkan kitabın yaxşı ubdan kitap buludu. Bu makbul kitabının degeni yaxşılığını bildirdi. Onun için bu kitabını ne kıldık? Tallap okuduk. Bu kitabın yazgan adam nemine İmam Malik rahmetullahi aleyhi, İmam Muhammed rahmetullahi aleyhiken onun atısı nemeyken Malikken. Bunu uçu okudık. Hem gayemizini okuduk. Hem nehvi serpini azrak olsun okuduk. Ondan o vadaki nadir bu kitabın için başladık. Hem de bu kitabın üzerine İmam Muhammed yani İbn Malik rahmetullahi aleyh bu yerde Bismillah dep nima qildi başladı. Endi bunun üstü cık to'xtalmasak mı? Cık başka kitaplarını başka to'xtaldık. Yani bu adam özünün kitabını Allah'ınki Rahman ve Rahim boğan Allah'ın ismi bilen nima qilaman başlayman dedi. Bu hem Müslüman bilen gayrimüslimlarningki o'tirib farq har qanday vaqtning o'zida bir ish bo'lgan bo'lsa, yaxshi ish bo'lgan bo'lsa, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam deganda kullu zi emrin bağlın degan. Her qanday muhim, şallık bir iş olgan bo'lsa, bunu bismillah deb başlasın. Başlaması abtar olur degan nima aytisi var. Bunu qarta şu an Müslümanların kitabı bilan gayrimüslimlarning kitabının o'ttirisi bu shunga farq qilamiz. Şoň bismillah başlaydı. Şoňa bu bismillah başladı deymiz. Endi Bismillahirrahmanirrahim degan vaqtning o'zida mana bu tarkib etgan vaqtning o'zida bismillah ba degan harf jar bo'lgan bo'ladi. Harf jar bo'lgandan keyin biz hamda o'qidik. Nahviniki o'zida bu kelimeniki o'zi 3. Birisi ism fil harf. Harfniki o'zi mustaqil o'zining ichidagi ma'noni bildirib olmaydi. Bildiramay ikkinchi bir narsaga tayinib turib, ya'ni yana bir oldi aqli bir narsa kelgan bo'lsa, mening ichimda bunday bir ma'ni bor deb andiki ma'ni bildirdi dedik. Unda o'g'andiki bu yerdagi bismillah degan jar majrur uning mutaalliq mahsub. Çünkü bu yüz müstakil yani mayada istianet ma'nida istianet degan gapni o'zi bildira olmaydi va binas ekamsak. Shu bu yerda uni jar majrur nima mutaalliq u yerda nimani qilmoqchi bo'lsak shu pilni taqdir qilamiz. Masalan kitob o'qimoqchi bo'lsak Bismillahirrohmanirrohim aqra'u degani taqdir qilamiz. Kim kelmoqchi bo'lsak-chi Bismillahirrohmanirrohim albasu. Yemoqchi bo'lsak-chi Bismillahirrohmanirrohim yoki ashrubu deb mushtaq taqdir qilamiz. Bu qivatqa ishga qarta shu yerdagi pil u isim bu peliminiki harfniki mutaalliq bo'ladi. Bu yer mahzub. Bu yer mahzub nima ish qiladi? Chunki arablarda bir odat bor ekan, bir gapni o'zi jiq ishlab xalq o'tirsin, ma'ruf kelsa uni tashvatadigan, uni gapni demaydigan, buni qarab arablar buni biladi ekan. Shu e'tibordan gap qisqa bo'lsin, ma'nosi jiq bo'lsin deb mandaq shunday odat bor ekan. Endi Allohning ismi bilan dedik, u chog'da ismi degan muzaf, Alloh nima? Muzafun ilayhi bo'ladi. Endi Allah degan mavsuf Ar-Rahman birinchi sifat, Ar-Rahim nima? Ikkinchi sifat bo'ladi. Allah nima u mavsuf. Şuna Rahman, Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan deb qo'yamiz. Men boshladim, ya namoz o'qidim, yoki nima qildim degan. Endi qoli degan nima? Pil. Muhammadun nima u? Fa'il. Fa'il bo'lgandan keyin qolaniki o'zi, o'chan o'zida yana bir nima bor? Qala qawl deydigan. Qala qawl degan gap, qala degan so'z degan gap.
qolgan so'z. So'z o'g'an kimning so'zi bu? Muhammad degan odamning so'zi. Men mashhadan boshlab albiya tugishlik bo'lgan holatda bu odam bizga gap qilgandi. Shu odam so'zi degan gap bo'ldi. Maqul qawl deydi tarkibda. Qavlniki deyilgan so'zi degan gap mana hammasi shu Ibn Malikniki gap bo'ldi demdi tugagan qadar. Maqul qawl deymiz oxirgi hammasi. Mana huwa nima bu? Mana dedi Muhammad dedik. Endi Muhammad nima dedik degandiki huwa degan mubtada bo'ldi. Ibn Malik muzofiza nima xabar. Bu yerda yalaqi atib keltirmabdi, atib nima uchun munqati qilib keltirdi deydigan ilm balog'ati deydi bu vasl faslniki babida. Dedi Muhammad degandiki bir odam keladi, "Ey Muhammad degan kim u?" degan savol muqaddarniki javobi bo'ladi. Bu yalaqi munqati bo'lib kelgan vaqtda shu bu yerda huva deb bu yerda buni ayrim keltirish uchun shu. Ya bo'lmaydi uning sifat olmasin degan gap. Shundan Muhammad kimdi? Muhammad degan Malik degan odamning o'g'li degan gap çok bo'ladi. Endi bunda degandiki qolganniki otisi ma'lum Malik degan gapning o'zi bu yerda nima qilib bu yerda topilgan gap. Shundan İbn Malik'deki oğlu olan Muhammed dedi, nemi dedi? Hamd etimen dedi. Hamd etimen, benim pil fail, ben Ahmedu diyen, Ahmedu ana diyen gap, ana diyen onun zimir tahtidi baş, o pil fail deyimiz. Pil hem fail. Ana diyen ne boludu? Yuşurun boğan uçanın gözüde, bununki zimir fail boğan boludu. Rabbi diyen gapның özü muzab-muzabday nemi o? Mepul. Muzablar Ahmet'in nemisi mef'ul için Rabbi. Bu yerde ne için ziber çıkmaydı bu yerde dese çünkü ayette nima ya mutkellim ba. Ya mutkellim yüzündeki aldığı zir buluşu takazza kıldı dedi. Lebzidi zir olan bilen lekin manide nima o? Mef'ul. Mef'ul o Rabbininki yüzü. Allah'a dedik şuna. Allah Rabbi Allah'a diyen gap. Ben Allah diyen Rabbi'de nima bedel yak atıp bayan. Benim Rabbim diyen kim o Rabbim diyen gapning yüzü ama Allah diyen gapning yüzü nima qilib bayan qilib yoki bedel deymiz. Endi bedel deyişimizdeki özü çünkü aniki matbu oğanniki irabı qandaq olsa tabiinin irabı şundaq oldu. Şu Allah'a deb nima okuduk bunu zibar okuduk. Endi meniki Rabbim boğan Allah'a men hamd etaman dedi. Nima uchun bu aslida bundaq deydi o desa? Çünkü elhamdülillah asl ma'nosi nima deydi bir odam elhamdülillah robbil alamin elhamdülillah desa bu bir cümle öz bir naqd qildik. Lekin haqiqiy ma'nosi aytgan vaqtimizda odam deydiki, elhamdülillah degan bilan, lekin ma'nida u odam deydiki, men Alloh hamd etaman degan gap bo'ladi. Gapning ma'nosi shu. Shu e'tibor bilan shu Imom Malik rahmatulloh, Ibn Malik rahmatulloh bir Ahmadu degan gapni uchun bu yerda jumla fiilini keltirish uchun shu. Jumla ism keltirishsin bo'ladi. Uning asl ma'nosi shu deb keltirdik. Endi birisiga jumla fiilining o'zi bir jumlaniki sabit ham tajaddudni bildirdi. Tecaddüdün bildirgendiken, cümlede gelmez devam subutun bildirdi. Bu yerdemde çünkü devam ve tecaddüd yani yenilikni bildirişi çünkü pildiga şunu bildirgen bunu keltiriş çünkü Allah Taala'nın bendik vergen nimetiniz devamlılık yenilik yakınlık oldu. Bu itibarla şunu nima qilib turmaymiz biz Allah yenidan Allah hamd etib turman degan çok gap. Mana bu xayra maliki nima muzafzaplay hal oldu. Mana bu bununki üzerine deymiz onu. Bununki üzerine hal deyimiz. Endi hayır degan bu ninki üzerine bu hayırniki üzü bu yer ziber bo'lgandikan bu ziberning üzerine Allah'da yoki sifat yoki bedel degan olmaydi. Bu can üzerine bu yılki bununki ameli nima? Hem deyman men Rabbimga Alloh'iki men maqtayman, Malikniki eng yaxshi maqtayman. Şoma Allah'a hamd etaman degan gap bo'ladi. Shu bu yerda buniki mahsu amil mahsub bo'lgan bir hal. Deb buni nima qilamiz? Uniki o'zini mushtachu ma'nichu etimiz deydimdi. Endi buning o'zida nima uchun ya Alloh'niki sifat qilolmaydi? Nima uchun xayri malikni Alloh'ning sifati qilolmaydi? Chunki zibar Allah zibar o'qildi, xayri malik zibar o'qildi desa, chunki biz o'qidik tabi ve matbu'niki yüzü 10 tane narsaga nima qiladi? Tabi matbu'a ergishidi dedik. Uchanda Allah nima ma'ruf, ma'rifa, xayri malik nima nakira. Uning uchun buni nima qilolmaydi? Sifat yo'q qilolmaydi. Endi sifat qilolmagan chunki nima? Xayri malikiniki yüzü bu yerda muzab izofatniki jahdidan
bu sıfat bolsunmu, lekin bu nima sıfat nima izafati labzi. Bu ma'ni nima emas, bu ma'rif emas. Ma'rif emas. Çünkü malik isim fail, hayır bir sıfat. Onda olaniki bu nekir oldu. Onda olaniki bu Allah degan labzi ma'rife, onda onu sıfat olmayı, şu sıfat kan bunu hal. Şu deymiz. Endi musalliyan degan nima bu? Hal. Yana hem detkan musalliyan degan nima gap isim fail bu hal olup hem detkan holatda, mana durut yollagan holatda payg'ambarga. Mana musalliyan pil fail oludu, onun tahsili zimir oludu. Zimir hem de üyelik aşu kim deydi bunu? Nima İbn Malik. Yani hem detkisi durut yollagan holatda İbn Malik payg'ambar aleyhissalomga yoki Ahmadning kelimesi o faili din hal oludu. Halniki o'zi pek muhim bir ish bor. Malniki o'zi hal bo'lgan bo'lsa, uniki zil halni tepish kerak. Zilhal bek muhim, yani halının egisi kim? Yani durut yollagan holatda degan kim o bunun egisi? Dese, uçağınızda nima bo'ladi? Men Ahmaduniki aşu ana degan nima bo'ladi? İsimçu bo'ladi zilhalmi shu. Yani Allah Taolaga men Rabbim bo'lgan Alloh ham deyman, durut yollagan holatda. Yani kim men? Yani o bo'ladi. Bu zilhalni tapmak nayet ters. Şu zilhalniki o'zi ya muzaf boludu ya muzafın ilahi bombaydı dep açtaçı çok yapçı değil o demdi. Kim gelse bir peygamber ki o nim ide tallanıcı idi. Hem de nebi diyen kim? Lo nebiniki asıl logat mensindeki üzere çıkıl lebziden çıkıyordu. Birisi naks yayi deyimiz neba yenbi diyen gep nebietun diyen gepin üzüm mertebe yüksek diyen manide. Yani yüksek olan bir kişi, onunki peygamberin üstünde Arapçada yüksek boğa itibar çünkü uluk emmesinde şu itibar nebi diyen. Yine birisi andaki hemze bilen keldi mehmuzullan. Onunki beraber de nebe'e yani be'u enbe'yun bi'u dep. Uçağınızda bunu da kelgen sıfır müşebbe nebe'e desek uçağınızda haber be'güçi. Buludu bu uçağınızda bu sıfır müşebbe pail menisi de olan buludu. Ama bununki pail menisi bulmayı uçağınızda ne kıldı uçağınızda ya da haber vergiçi üstün diye melikeye vakti üzerinde mehbul mensi oldu. Mertebesi üstün kılıngan Adem deyin gibi. Bu biz bir Uygur'da bunu ne deyimiz andıyken peygamber deyimiz. Ben peygamber ki o peygamber ne idi tallanıcı idi. Bu en-nebi diyen el-Mustafa'nın ki el-Mustafa en-nebinin nemisi sıfat. En-nebi mevsup el-Mustafa sıfat. Boğan buludu. El-nebi cari musalliyan gelime muteallik deyimiz. Endi Mustafa diyen nime? Mustafa ilundan çıkan nime o isim mefhum. Mustaf'elun. Aslisi nime? Mustaf'ayun. Bu sapa yasbiyeden çıkan bu istifadeler babındaki agendeki aslının üzerine satkı yutken gep. Sapa diyen pakiz oldu tallı diye yemedi. İstifade hep gelsi tallandı diyen gep. Yani bir peygamber gibi tallanıcıydı o peygamber. Kim taraftan? Allah Teala taraftan. Allah Teala bu peygamber aleyhisselatü vesselam'ın şu vakti üzerinde bütün insaniyetin içinden tallap, bütün insan kabilelerin içinden kimni talladı? Araplarını talladı milletlerin içinde. Arapların içinden Kureyş kabilesini Mekke'deki bu yanı talladı. Uyadaki anadaki tallap Kureyş kabilesinin içini talladı. Kureyş kabilesinin içindeki Abdülmuttalib'ninki püştüde düşken. Aşın talladı. Onu düşken nersindeki üzerine anlaken İsmail Aleyhisselam'da puşturdu kaldırıp şu Abdülmuttalib'in boğusunu tatmıştı. O neslinin üzerine ayılakayın. Uğrusının üzerine şuraya girip anlaken Abdullah'a onun vücudu ekeldi. Abdullah'ın Allah Teala amine toy kılışkını kıldı. Onun toy kıldı. Onunla andaki bu nesil yani bu meninin üzü Peygamber şununla tallap Adem gibi kıldı. Bu ya dünya gücü ekeldi. Tallap beni. Özü boğa iş yok. Ve şu an ne deyimiz öyle? Peygamber Mustafa en katta nime o? İmamul muttakin ve imamul murselin deyişimiz şu. Ve alihi diyen ne getfeyin nebiyyi etfi etip oğandaki onun aldığındaki musalliyen keldi. Yine durut yollagan halette o Peygamber sallallahu alığa. Esa alın eslime ehlun. Ehlun boğandaki bu ehlindeki üzerinde bazı vakti haniki üzerinde bizge ilip layık dep o nerp bağlan bir birisi yötkeydiğen. Şunu katarlı olan şu alun dep bunda ataldı yani ehli deyen gep. Endi Araplardaki otursa alun bilen ehlinin ikisi logat mənası oxşar. Lekin istilah mənasındaki üzüde alun dep gələn vaxt üzüde yukarı mertebedeki insanların balvaqıllarına alı deydi. Təbəl təbəqədəki normal adamısı ehli deydi. Bu normal işlet qatqan gep. Onda olsa alı
Fironçu nima deymiz, kafirning boshqa olamiz. Yo'q. Kafirniki shu vaqt o'zida, yashavatgan vaqt o'zida balvaqning o'zi, u chog'imizning u nimati ular hurmatli deb, Xudo deb e'tiqod qilishda qil. Shu e'tiborda degan gap deb tushunamiz. Mana payg'ambar ham oli kim? Payg'ambar alayhisolatu vassalamning oli degan mana ayollari, mana Fatima radhiyallohu ta'ala anhadan, Ali radhiyallohu ta'ala anhadan pushtida kelgan kimlar bo'ldi? Balvaqalar bo'ldi. Payg'ambarning o'zi degandek, mana Abbosniki ballardan vujudga kelgan shu kishilarni masalan Uqayl, Ali ibn Abi Talib deganidek mushlarniki o'zi payg'ambarning nimasi oli. Bu to'g'ri payg'ambar o'zi qichirib, mana o'ziniki to'nning ishiga akirib shu ballarning o'zi mening olim mush bo'ldi degan nima bor, hadis bor. Men mushlarga meni nim bo'lsin, meni durut yo'llagan holatda men ham deymanki, mustakmilin. Meni ular nima edi? Ularniki o'zi komil quvchi edi. Kamil, bütünlük içinde. Nemin bütünlük için? İstakmele, yastakmele, kamule, yakmel, kamil oldu, istakmele, bütün kıldı diyen gap. Yani o alın yüzü, Peygamber al tavabatın yüzü, kamil koğuçide o nemini dinni. Ahlakını, dinni yetkizmiş arka Peygamber fatva olgan diken. Peygamber balvaqın yüzü şıktı olmayın. Dinni bütün yer şarı yetkizmen deyip, onu bütün ahlakı ve sözü kılış arkalık. Mene neme kıldı? O Peygamber'deki bu ağları, mene onu tamamladı. Bu itibarla neme dedi? Mustakbilin. Şarapa dep uçanız şarapa dep okusak, esa şarapa degan gap bo'ladi. Bu iliblarning o'zi muqam deydigan ish var. Bu yiliqi mahsur emas bu. Bu she'r mushtaq keldi, jiqan bu alpining o'zida. Bu maqbul bo'ldi, mustaqbillikki maqbul bo'ladi. Ya'ni ularning o'zi komil, mukammal qiluvchi nimani? Ulug'liqni. Nima ulug'liq? Din, islom, Qur'on, hadis. Bu bizga nisbatan Kur'an hadisi bilan andaki ulug'liq bu yerda shu keladi. Bir odam katta emasligiga nima qaramaymiz? Kur'an hadis qarab, Qur'onning ichidagi hadisning ichiga amal qildimi, qilmayapti, taqvo qarab. Buni nima qildi? O'zining amaliyati alqiriq bo'ldi nima qildi? Bular komil, mukammal shu qilgan. Men al tavobatlardi. Men bularga men nima qilaman? Durt yo'llamak Allohning rahmat qilishi tilayman, deydi bu odam. Endi shurapa deb o'qisak o'chan o'zida o şurapa mustakbilinin sifati oldu. Andak aliki mustakbil idi. O mustakbil olan olsa yine alinin ikinci sifati. Ona nimeti şerp idi. Uluk idi deydi. Yani uluk. Nimeti o uluk. Çünkü Peygamber'in al tavabatı nime oldu? Uluk oldu. Ben muş kişilerge ben nime kılmayayım? Durt yollaymayın. Depçi olmuştakçı dedi. Şimdi vavar fetfe estayinu diyen nime o? Matup Ahmedu diyen yergeleme matupun edeyi oluyor. Yine İmam Malik'in sözü bu. Estağinu diye nime? Pilpail. Allah'a mepul. Piyetin car mecrur muttealliki. Estağinu nime? Mutteallik. Mekasidin nehvi muzaflar. Mubtada biha car mecrur mekasidin mehviyetin mutteallik. Mehviyetun nime o? Haber buludu. Yani mutteallikin özü köpünç vakti özü ilgiyakiyege isim oludu. Bazı vakti özü kiyikiyege isim buludu. Kapiniki sebebedin. Ve yardım talep kılımen Allah Teala'dan elpiyani tamamlaş hakkıda deydi. Endi bu adam ma gapni deyishlik üzüden ma töven gapni yizishni aldı dedim o. Yoki yizib bo'lgandan keyin ma gapni dedim o. Bu bizga nima noma'lum. Lekin ma da qarg'a vaqtning o'zida endi nahvining maqsadi uni jo'g'lanuvchidir degan gapning o'zi. Ma yizib bo'lgandan keyin gapga uqtirdi. Ham yazmoqchi yo'q, ammo zehnidagi gapga nima qildi? Uqtirdi. Bu e'tibordan shunga ikki xil narsaga nima qilamiz? Bu yerda ma'nosi bor deymiz. Endi shunga alpiyani yezishdan degan gap, endi yezishni tamomlashdan degan gap, yezishni boshladim. Buni tamomlashda buniki muzofi mahsub. Unda avvalgi yordam talab qilman Allohdan. Nima yordam talab qilsa? Alpiyani tamomlashdan. Hadi bismillah deb boshladim. Buni oxirgi tugatguncha Allohdan yordam talab qilaman. Çünkü neymiş kan? Her kandak işleki üzü Allah'ın nimesi deyimiz bizim itikadımızda Allah'ın ilkide deyimiz. Hiç kanda bir neyse Allah'ın ki men ilimsiz, kudretsizce bombaydı deyimiz. Onda vardı ki bir adam mesela her kanda kuşluk yetip de pul varken, o adamın ilmisi varken bunu qarab ben işte cezmen kılman deyip kılamaydı. Şu iş bozsun. Uçağınızda o işi kılamaydıgan nemi var? İş var. Ben bu işini kim kılıdı? Şu tevfik Allah'ın dur diyen gapçı şu. Şunda
Sebep, musebbepnin hemmesi bolsunmu, lekin o işni qilishda Allah muvaffaq qilib siz şu işni qildimsa, o işni uchun qilolmaysiz. Şu an bu yerda yordam talab qilishning o'zi shu. İmam İbn Malik'tek o katta alim şu yezbasi yordam qilganda men kuchim taynab yazsam bo'ladi desa bo'ladi, lekin uni uchun demedi. Chunki har ishniki egisi kim? Allah. Mende ilim bor deb, mushta shoirman va yozman deb ashta qilsammi, tasodifiy jenimni ep qolsa, ya kasal bo'lib qolsam, nim bo'ladi uni bilasiga olmaydi. Ya qo'liga yozmasi qolib, ishib qoladi, ya aqli ishib qoladi. Bu insonchilik bo'lmaydi, degan olmaydi. Unda o'ylanki bu ishni tamomlashda jazman Allohdan, har ishning egisi bo'lgan Allohdan qilishimiz kerak ekan, yordam talab qilishimiz kerak ekan deb shunga ma gapni deyishchi shu. Aslida pi alpiyati deganga pi alpadisi olan gap, asli pi qasidatin alpiyatin degan oyatda sifati nima u? Mahsub. Yoki pi tamami, pi istikmali qasidatin alpiyatin. Yani alpiya qasidin iborat olan bunu tamamlashda. Allah'dan nima qilaman? Yordamchi talab qilaman degan gap. Endi nahviniki maqsadlari bu alpiya degan kitobda jo'g'lanuvchidir deydi endi. Endi bu gapni bu musannif o'ziniki ma kitobning o'zi nahviy to'g'riliq ekanligi bu yerda dedi endi aniq qilib. Unda o'ylaykin nahviniki maqsadlari şu alpiya degan kitobniki o'zida jo'g'lanuvchidir. Nahvining maqsadlari nima? Nahviniki prinsip qoidalari. Qoidalari cho'ng kichik bütün qoidaniki hammasi nahviga oid. Mening mushu kitobda nima qilingan? Jo'g'langan. Jo'g'lan kim jo'g'ladi degan men jo'g'ladim deydi. Men bütün nahvining qoidasida mush alpiya degan kitobning o'ziga jo'g'ladim deydi. Unda bo'lardikin bütün nahvining qoidasi mush kitob jo'g'langandan keyin demak başka kitabның o'qishning nemisi yo'q, hojati yo'q. Unda onu bubdan o'qing, bu nihoyat yaxshi kitob degan gap endi. Endi unda o'ylaykin maqosid nima bu? Maqosid degan maqsadunniki nemisi o? Jam'isi. Maqsadunning jam'isi bo'lib, u joyda maqsad qilgan joy. Maqsad qilgan joy degan gap, ya'ni nahvining maqsad qilgan joyi nima? Qoidasi. Qoidasi degan gap bo'lib, qoidagan maqsad qilgan joyda shu qoidasi deb ma'no qilamiz. Bu yerda ma'no etimiz o qoidasi, qoidalari, usullari, prinsiplari degan gap. Endi nahvi degan nima degan gap? Nahvining lug'at ma'nosini oldindan bilishimiz kerak. Nahvining lug'at ma'nosi arab tilida bir qancha ma'noda keladi. O'xshash, yaqin, to'shtin deganidek mushtaq ma'noda cho'q keladi. Mana o'xshash degan nahvi degan achchiq o'xshash ham maqsad qildi, niyat qildi degan necha ma'noda cho'q keladi. Unda o'ylaykin shuniki ma'nosining ichidan maqsad qilindi degan ma'no. Asli bu nahvi degan gap. Nahvda hakaza deydi, mana ishni men maqsad qildim degan gap, ya'ni niyat qildim degan gap. Buni de chiqqan nima bu? Masdar. Masdar bo'lib kim bu nimaga aylandi? Ismga aylandi. Bu ism degan nima? Buni nahviy ilmdan iborat bo'lgan bu ilmniki o'zini, bu ilmning o'zini buni nahviy deb atilishi chunki her adam Kur'an yedisini bilmen degan adamning o'zi jazman ulumul arabiyya deyotgan ulumul arabiyyaning ichidan mush ilmniki o'zini o'qish uchun nima qiladi? Maqsad qildi. Niyat qildi. Mush Qur'on yedisini bir o'qivsam bo'ldi, tushunvsam bo'ldi, arabning o'zini payg'ambar shu debdi ekan. Mush o'qisam bo'ldi, hammadan niyat qildi. Mana bu niyat qilish e'tibordan andiki bu fanniki o'zini nima deb atadi? Nahvi. Nahvi deb nima qildi? Bu yerda atadi deymiz endi. Buniki lug'at ma'nosi uchun mushandi. 5 mo necha xil keladi lug'at ma'nosi, shuning ichidagi maqsad qilish asosiy maqsad. Ya'ni buniki lug'at ma'nosi asli niyat qildi, maqsad qildi degan ma'noda. Nima uchun bunda debdika desa, in bir gapning o'zida musho Ali roziyallohu taolo anhu Abu Sud Duali degan Abu Asad Duali degan odamning o'zini Ali roziyallohu taolo anhu shu vaqtda o'zida qarab baqsa, Qur'on unda chekit yo'q, hozirgidek unda bir zirzivarmi yo'qdi. Shunda bir yiziq sada. Unda o'ylanki Qur'oni Karim bu shu islom arabdan boshqa har millatga kirib xatomi o'qigandan keyin unda o'ylanki shu vaqtimizda Abu Asad Sudma ya'ni Duali degan odamga Ali roziyallohu taolo anhu sen ma'noga ya'ni ism fil harfni maqsad qilgan inha deb debdikan. Inha bu maqsad qilib tep chiqqan debdikan. Mana shu e'tiborda andiki ba'zi olimlar deyishcha bu ilmniki o'zini meni nahviy deb ilmchi qo'ygan. Asosiy ilmni qo'ygan odamniki o'zi vozi'i kim? Shu Ali roziyallohu taolo anhu deydi. Uning oldida ilm nahviy degan gap yo'q. Ya'ni nahviy degan gap yo'q arab tilining ichida. Unda o'ylaykan
ilim nehvi degan nima lug'at ma'nosi nehvini o'zini bildik. Ama ilim nehvi degan nima? Nehvi pen degan nima degan gap? Nehvi pen bilan sarf penniki ikkisi o'tirib farqi. Sarf pen avayatini dedik. Nehvi pen degan bu Arapniki ichidagi kalam. Kalam nimadan tarkib topadi? Ikki kalima en az. İkisini o'ttirsa islat bo'lishi kerak. Ikki kalimaniki o'ziniki birlik kelgan shu ikki yoki en az unudicik kalamniki ya so'zniki bir yer keladi. Bir yer kelgan shu so'zlikniki oxirniki irobi. Zirmu zibarmu. Men mushu ahvolni tadqiq qiladigan ash panniki o'zini buni nima deymiz uni? Nahvi deymiz. Unda o'ylaykin ikki kelime bir yer kelgan, yani isnatdan iborat bo'lgan binasi bo'lgan, ikki kelime bir yer kelgan xulosalab gap. Men mushu narsaniki o'zini ikki kelime bir yer kelib qolibdi. Kelib qolganda buniki irobi jasman o'zgardi. Ya peş okuldu ya zir okuldu ya anda peş okulmayacak okuldu. Okulgandaki bu nima uchun okuldu? Nima uchun manda o'qiymiz? Nima uchun manda o'qiymiz? Nima uchun anda o'qiymiz deganligini men o'rgatadigan va uni tushuntiradigan, uqtirib beradigan fanniki o'zini nima deymiz uni? Nahvi ilmi deymiz. Unda bo'lgandaki biz nahvi ilmni o'qib bo'lgandaki buningki arab tiliniki o'zini iborat o'qish vaqtida xato o'qishga bo'lmaydi. O'qib bo'lgandaki. Chunki arab tiliniki yeziq nemisida zirzivar yo'q. Sadali yozadi yani. Zirzivarni kim qo'yilgan narsa? İmla shaklida kim qo'yilgan narsaki o'zida chunki Allohning qulog'i so'zi bo'lgandaki bunga zirzivarni cho qo'yuqliq. Ammo unidan boshqa so'zga arablik zirzivarchi yo'q. Mana shuni ash zirzivarga ash qoidaga asosan buni nima qiladi? Uni biladi. O'zining asl tili bo'lgandan keyin. Unda bo'lgan ilm nahvi mush ekan. Men ilm nahvi shu ekan. Shu hidoy nahvini o'qiyotgan o'zida ba'ni. Bu nima? Şu Arapniki kelimesiniki ahirinin ahvali deydi. Ahirinin ahvaliga şu kelime terkip tapkan kalamның üz kalam bo'lgan. Kalam bo'lgandaki kalamның ahirinin ahvali. Bidemiz zir, bidemiz peş. Muşlik qanda ikkenligini bildirilgan. Nima uchun zir oldu, nima uchun peş oldu, nima uchun mandaq oldu deganning o'zi bildirilgan fanniki o'zi nima dedik uni? Usul bilgan o'zini men nahvi ilmi deymiz dedik qanday. Shu. Yani umum qilsa xolos. Unda bo'lganki buniki qo'yg'uchisi kim? Mana hozir dedik. Bu ilim nahvini qo'ygan adam şu. Bu ilim nahvini o'qishning g'oyi nima? Buni o'qishimiz kerak. Nima shu o'qiymiz? Bekor bu ilim nahvini o'qiymiz bu shayni ko'ramizmi? Chunki buningda biz g'oyiqan bir maqsad bor. Shu maqsadga yetish. O qavm biz arabniki kelimini o'qishda mana o'qigan vaqtimizda talaffuzi xato ketib, talaffuzi xato ketdi degan gap tinchayotgan odamniki zehni xato ketdi. Xato ketgandiki shuni da saqlanib qoldi. Da qandaqki mutakallimning irodasi labzin degan vaqtimizda qon iroda qon bo'lsa, shu narsa o'zida muxotab bo'lgan gap tinchayotgan odamga o'shundoq yetkazili degan narsani bilish uchun mushu ilm nahvini nima qilamiz? O'qiymiz, g'oyimiz mushu. Agar bu g'oyani bu maqsadni qilmay, o'sha o'qiyversak, bo'lsak gapni qilavergan bilan payni o'qiyat, zir o'qib qolsak, zibar o'qiyat, pash o'qib qolsak, pash o'qiyat, ya'ni o'zi zibar o'qib qolsak, ma'ni qanday qilib o'tishimizda? Tinchayotganda bizga bilamiz arabning kayfida. Arabning arablar o'zi biladi yoki ajami bo'lgan o'qi odam biladi. Ammo ayin bir odam bilamda bilmaydi. Masalan, zaraba zaydun amrun desa nimani biladi? Masalan, zaraba zaydun amrun deydi. Urdu zet emrahunni, zet az ma'nosi shu. Zet emrahunni deydigan bir gap bor. Buni bildirishib bir odam hech qanday xaroqmi? Zaraba zayd amrun deb qo'yish qanday qiladi deydi. Uçad bilmaydi. Anikin debdi şavatqa adam onu xato tushunib qoladi. Xato tushunib, zaraba zaydun emrun deydi qarg'anchani o'zida, urg'a adam emri o'xshaydi. Bu adam ma zaydun emrun deymab, og'zi zet ketib qolgan shaydi. Urg'a adam emrahun ekan deb. Anikin bu odamning o'zi asli emrahun mazrub zarb zayd naxunte. Bunu demek şu bo'lgan. Ikkisini o'tirib nimaki qolganda zehnida xato ketib qoladi. Xato tushunishib anikin bütün narsani o'zi xato chiqadi. Buni da saqlash uchun biz shu bu yerda nimani o'qiymiz? Bu yerda ilm nahvini o'qiymiz. Shu ilm nahvini o'qiymiz. Anda o'tgan ilm nahviniki o'zi irob shu kalimaning oxiri o'zi bo'ziga nima bo'ldi ekan? Irob degan narsa bor. Bu irob degan nima? Şu kalamның içindeki kelimelerindeki ahirki harfinin üstüge taktik koyulgan bir hareketler var. Şu ne boludu? İrab boludu. Bu irab ne? Asli irab, naib irab dep aşağı ne konudu? Bölündü. Asli irab 4 yani 3 değil mesela 3 sakin zadı yok. Anlakin naib çoğu onun orada naib olan bir irab var. Vav ilip ya.
Bu ikki xil bo'ladi, inshaalloh bo'lmay chiqadi. Bu mush jihatdan nima qilamiz? Mana mush nima bo'ladi? Andiki bu i'robni ashta qilgan omil nima? Bu nima qiladi? Uning ichi bir omil bor deymiz. Omil degan nima? Ashta bidam pash, bidam zir, bidam zibar qilgan, yuqorida kelgan bir nima bor? Bir olat. Yani bunday chiqib omil degan shu bir sabab bor. Shu sabab keladi, ani buni uchun o'zgartirdi. Biz men mushuni o'qidi talaffuzda gap qilmoqni xato ketib qolmay, buni anda tinchlayotgandan xato tushunish shans qilib qolmaydi deb, buni da saqlanish uchun shunga ilm nahvini nima qilamiz? Sarf va ilm nahvini uchun o'qiymiz deymiz. Bu nahviniki nimasi olgan bo'ldi? Ana qisqacha ilm nahvini tushuntirish olgan bo'ldi. Tuqarribul aqsa bi labzin mujazi. Yaqin qiladi bu alfiya aqsani. Al aqsa nima? Jiroq. U jiroqqa ya'ni ma o'quvchi adam tehi o'qidi ya, o'qandiki bu adam nisbatan bu nahviniki qoidalari o'ta o'qimagan jiroq bo'ladi yani. Jiroq bo'ladi. Men mush ma'nining o'zida nahvini qoidalari olgan, mush o'qimagan, bilmagan ash ma'nining o'zi yaqin qiladi. Bu alfiya qisqa labzi bilan. Ya'ni qisqa labzi qilaman, ammo buning ichida adam tushunmagan tigida nima bor, uning ichida bir ma'ni bor, buning uchun yaqin qiladi. Ya'ni demakchi o'g'ini bu alfiyaning o'zi labzi qisqa, ma'nisi nihoyatda jiq. Unda o'g'aning buni o'qigan vaqtning o'zida oldirmay o'qing, tushunib o'qing. Men zohir qarab bunday o'qiman, uning ichida yana bir ma'ni bor, uning ichida yana bir ma'ni bor. Buning uchun bushta qilibchi o'qing. Nahviniki men alfiyaning adoyligini uchun men mushu deydi. Va berdu basata yani yaydu degan gap. Berdu bu alfiya degan kitob, men yozgan bu kitob. Mena nimani? Bazilni. Baz degani berish. Ya'ni berish degan gap nima? Berilgan narsa. Ya'ni maqsad qilgan narsa degan gap bo'ladi. Bu bazza degan badi degan gap endi bu yerda. Bu yerdagi ma'no nima? Berdu shu alfiya degan gap yalqin nimani? G'oyini yoki u ko'zga maqsadni yoki qoidani nahvini qoidasini bilib olay degan ash narsaning o'zini ne bilan? Va'din munjali, qisqa va'd bilan. Yani bu adam nima qiladi? O'shaning o'zida men bir nahvini qoidasi bir bilib olay. Mening vaqtim nihoyat qisqa muddatda shunda qiloladigan adam bo'lgan bo'lsa, u adam o'zi bu alfiyani o'qisa, qisqa muddatning ichida butun alfiyani qoidalarini hammasini bilib ketadi. Mandaq alaylik nima? Kitob. O kitap deb uni yozib, bir qancha varaqqa yozib, uni sharhlab, uni qilmay, 2-3 yozib bir gapni uqtirib olishgan bu alfiyaning o'zida. Chiqqani. Ve unda olsa neçede mandahul Allah dese bu adam deyni danlap taqozo qilib talab qiladi bu alfiya ve kimni? O'quvchi o'qigan adamning rizoligini talab qiladi. Ya'ni rizoligini taqozo qilib, rizoligiga uchun erishadi. Nemisiz? Ochiq kelmasdan. Voy, mening ömrüm pek o'tib ketdi, o'qimay qolib ketdiman demasdan, o'shaningizda voy, men rost, men Allohni qo'yib bilib oldim, o'qib oldim deydigan manda bir odatga ega nima? Kitob deydi. Endi taqozo qiladi, ammo u kitob ustun bo'lgan holatda Ibn Mu'ti degan odamniki alfiyasiga. Endi Ibn Mu'ti degan odamniki o'zi bu nima ekan? Shu vaqtning o'zi zamondosh yoki undan bir qancha yil burun o'tgan, tug'ilib o'lib ketgan odam ekan. Bu odamni men alfiyada bir kitob yozib bitgan. Bu alfiya degan odamniki, bu kitobiniki o'zi Ibn Mu'tiniki, bu zamonimiz kelmaslik yoki keldimi, uni uqmayman. Endi şu vaqtning o'zida bu adam shu kitob yozib, bu mashhur bo'lgan bir kitob ekan. Endi shu vaqtning o'zida bu odamniki zamoni sal yuqori ekan. Meniki alfiya ma Ibn Mu'tining alfiyasi selishtirgan vaqtda bu har tarafdan yuqori alaylikka buni ustun deydi endi. Ustun deydi. Endi ustun bo'lgan holatda unda bo'lsa bu odam deydi. Unda olsa bu şu çağ diyen gap, siz İbn Mu'ti degan adamniki alfiyasi tutsa, siz nima qilasiz buni desa, men yuqori maqsad bor. Yuqori maqsadda men yuqori qolgan, men qisqa, labzi qisqa, ma'nosi nihoyatda jiq. Yana birisi andikin labzi qisqa, o chog'ingizda nima iroqi qisqa muddatning ichida nahvini qoidasi hammani tushunib beryapti. Men bu odatga bor, ammo Ibn Mu'tiniki maktab undaqchi emas. Men shu maqsad ko'zib aniq alfiyadagi kitob yozdim degan çok gap bo'ladi. Unda olsa emsen, siz pek katta adam o'xshaysiz desa, yo'q, men unda emas. O Ibn Mu'ti mendan burun bo'lishi itibar bilan meni jo'g'luqchidir, nimani? Fazilatni.
Ben ondan desem İbn Mutiydi benim ustazım aynı zamanda çünkü onu ukan buluşum mümkün. Onda olsa ben üstün getdim digerlik emas. Çünkü bu adam benim ustazım bolğandan ki menden ilgili ötgəndiki ki cəzmən bu adam menden nima yuqori. Katta bu adam. Haizun degan haza yahizu havz deydi joğu degan gap. Tabdil degan nima degan gap? Faddalı yupaldı tabzil. Yani bu adamın özü joğuluğudur. Menden o adamni üstün qilishni, ya menden o adam üstün bo'lishni o nima qilish o adam mende ilgirishidan unicho jo'g'luqchi. Mende ilgi zamanda, ilimde hem fazilat jihati mende üstün deydi. Kemter qo'yadi dendi. Musavjibun sanaiyal jamila. Bu yana haizunnikel huvaning ikkinchi xabar bo'ladi. Va istinab va mubtada. Hamda yuqoriqiniki ira terkibini etmişsakmı? Uca bölümümüz yani. Takdizi pil payil rizan degen mef'ul bi gayri suhtun cari mecrur muzaf muzafile takdizi mutallik paikatan degen mef'ul yani hal yaki elpiyete degen paikatan nemisi mef'ul. İbn Muti muzaf muzafile o elpiyeteniki muzaf muzafile mef'ul oldu. Paikataniki mef'ul elpiyete. Dep şu ziberçi okuyumuz. Mustavcibu degan va'din ikkinchi nima o xabar. Ya'ni o İbn Muti icap qiluvchidir. Meniki maqtishimniki güzel idi. Meniki güzel maqtishimniki o'zida bu adam icap qildi. Çünkü o meni gadin vacib. Çünkü men o adam ustoz, hem o adam kitini nima olgan, manfaat olgan ham o'qan bo'lishi mumkin. Shu e'tiborla bu adam mendan ustun bo'lmaydi. Jazman vacib o. Mundaqa adam bu deydi. Hem de adam hem de ahırda vallahu bu cümle istinab vav istinab deydiğin bir vavan. Yani birisi etip deymiz, istinab deymiz. Yine başka bir qancha xil ma'noda keladigan urf atfiniki babida o'qidik. Bu yerda istinab uni da kelmaydi zaten o istinab degan gap yo'q. Endi u yo'q ama kitoblarda bor. Istinab yengil başlash. Çünkü bu narsaniki o'zini yuqoriga atib qilolmaydi, aloqasiz. Aloqasiz bo'lgandiki atib qilishingizda matub bularni hükümeti boludu dep yukarıda aşinasının yüzü bana kılış gerek. Bunu ya bağlı olmaydı. Şu bir istinap deyimiz ya etip deyimiz etmişsek beni tepiş gerek. Tapkandık onun matufun eley digendikin uçağın yüzüze 12 aldıdaki nasıl hüküm bunuğa kirdi. O bulmaydı. Şunun için bir istinap deydi onun gibi. Ve Allah Teala Allah diyen muhtada yaktazi diyen muzafzada cümle haber oludu. İbatin, vafiretin, mevsus sifat yaktazi yaktaziga nima mutalliq. Allah Teala bəsun. Qaza yaqsi degan gapniki o'zi. Birisi hukm qildi, yana birisi ado qildi. Yana birisi nima qildi? Kasdi degan ham badi degan ashtaq narsa nima ma'nosi keladi. Bu odamda badi degan ma'noda bu jumla xabar. Amma ma'noda nima bu? İnsha, yani dua. Allah Teala bəsun. O Allah hibelerindeki nait kamil idi, cık idi. Vafiratı nime? Tuluk, kamil, cık deyen gap. Yani savap ne deyen gap? Hibe deyen gapның üzü. Hem de soğat niki o kamil, mükemmel, şunda cık savapını Allah Teala bəsun. Kimge? Mana ve o adamge ne de ahiretninki derecelerde. Ben cennet kira vakti üzüden şu yerdeki derecemizin üzerine ben nima kusum dünyada şunda savaplı cık var. Dereceden ki kandak buluşu ama dünyada emelik bağlık. Anda o anıkin Allah Teala ama dünyada savaplı cık verip bizdeki derecemizin her işkilerimizdeki kağalının en yüksek çok kısa. Dep ben ma Adem noktadı ya da dua kıladı. Bu nima bu insaplık. Biz bunu nima kılışımız gerek, öğrenişimiz gerek. Bu nersindeki üzge bunun için talim çok bir vardır. Hem de li ve lahu degan jari majrur her li degan yaqziga mutalliq bo'ladi. Yana vav harfetfe lahu in li mutalliq fi darajatil ahireti degan o jari majrur yaqziga nima bo'ladi yana mutalliq bo'ladi. Endi darajat degan nima? Darajatun degan jam'i darajatuniki nimasi o jam'isi darajatun degan nima? Palampay. Yani palampay bizning Uyg'ur tilida har bir palampay. Yani derecede bizim Arap tilida kirgan bir gap. Ahiret degan nima? Ahiretu, el hayatul ahiret yani en ahir hayat. Bizdeki manime bu dünyanın hayatı. Dünyanın hayatı mı ahir hayat oluyor yani cennet. Yani o cennet o yerde oğandikin ahirette kul. Onun içinde
cennet var, hem nersi var, dozaq var. Onun içindeki biz mayar nimeni irad qilmoqchi, onun cüzü olan cennetni irad qilmoqchi. Yani cennetdagi darisi nima qilsin, yani kulni zikr qilib cüzini irad qildigan ish var. Unda o'g'aniki cennette Allah Taala man uchun va onun uchun uniki maqomini eng yuksak darajada qilsin deb nim qo'ydi bu odam duo çok qilyotdi. Unda o'g'aniki bizniki bugungi darsimiz men mush shaklda bo'ldi, ham alpiniki o'zini mushundaq shaklda o'qiymiz, ham iboratni o'qishni, ham uniki ma'nosini tarkib etishni. Mushu ma'nini aytgan vaqtimizda har bir kalamniki o'zi, kalimaning kalamni o'zi tepib qilish kerak. Mubtada xabar, fil fa'il, maf'ul, qaysi mutaalliq mushul tepib o'qisa, bu tasarruf ko'rindi ama yangi vaqtning o'zida. Lekin bir mazmun buni o'qib ketamiz. O'qib ketsak, o'changizda ma'ni tushunib olamiz. Buniki mubtadas qavu, xabar qavu, yo'qlab ma'ni etsak, uni mazmun chiqarib olmaydi. Shunga buniki aytilgan ma'ni sal bir qadar tushunish bo'ladi. Hozirgi ma'niniki o'zida yangi zamonda arab tilining o'zi yug'uribla, apiribla bir qonun gapni yug'uribla meta ma'ni etadi. Uni mazmun elib. Bu mu bo'ladi? Ama olim bo'lgandan keyin bo'ladi. Ama biz o'qish davrida o'qigandik undaq o'qiman. Ma kelime deyim chiqdi. Bu fil fa'ilmi? Maf'ul qavu, fa'il qavu. Uniki agar jumla bo'lgan bo'lsa, buning mubtadasi qavu, xabar qavu, qaysi mutaalliq deb ayrim ma'ni etsak, uni ayni ma'ni chiqarib, uni bog'lanish qavu deb andagi kitobni rasmiy o'qib ichilamiz. Bo'lmasa uchun, bunda deb anda bunda qolib qo'yib, bunda qilib qo'ysak, o'shan o'zida obdan o'qigancha bo'lmaydi, ham bilmagan bo'lamiz. Bu obdan cho'p bo'lmaydi. Shuning uchun bu kitobni o'qigan vaqt o'zidan bo'lsa amal bor, shu vazniga asosan o'qib, yod elib, uniki ma'nosi va mazmunini birlikda tushunib o'qishimiz kerak. Buni talab qiladi. Chunki nahvining umumiy ma'nosi o'zi ham sarfim bor. Chunki asl nahviy qoida o'qiymiz ham nahviy vaqti. Lekin nahvining ichi sarf bo'lgandan keyin bu yerda kunni irad juzini yoki o'ma juzini zikr qilib kunni irad qilgan qator. Chunki buning oxirida sarfning gapini qildi bu odam. Alfiya degan kitobning o'zida. Bu yer nahvining maqsadlariga faqat ilm nahvining gapi emas, sarfning ilmining gapini qildi. Unda bu yer nahvi degan nima degan gap? Shu bu yerda nahvining o'zi, ya'ni shu ulumul arabiyya murad deydi bu yerda. Ulumul arabiyyaniki o'zi. Ulumul arabiyya degan qavm biz aviyat deganimizda arab tiliga loyiq bo'lgan ilmlar. U qavm lug'at, andaki sarf, nahvi, balog'at degan mushling hammasi ham ulumul arabiyya. Bu narsa o'zi mishadi uchun bor degan gap. Bu yerda hamda nahvi degan nahvining o'zi ishlab dedik aviyatdan, ammo ulumul arabiyya iroda qilindi, shuning ichidan nahvi va sarfni asoschi qiladi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.